Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar, qadrli do'stlarimiz, efirda Orzuga ishon ko'rsatuvi. Biz har doimgidek sizdan kelgan eng pok orzularni amalga oshirishda davom etamiz. Ko'rsatuvimizda har bir maktubga alohida e'tibor qaratiladi va o'sha maktublar mana shu lototron ichiga joylashtirib, eng omadlisi tanlab olinadi. Va men ayni ishni amalga oshiraman va bu yerdagi eng omadli bo'lgan kuponni tanlab olishga harakat qilaman. Uzoq cho'zilmaymiz va maktub Samarqand shahridan Mahliyo ismli qizimiz universitetni 2-kursida o'qiyotganlar, ya'ni talaba ekanlar va ularning hayotdagi eng katta orzulari o'z to'ylarida qirolichalardek ko'rinish, ya'ni kelin ko'ylagi sohibasi bo'lish. Mahliyo, bu albatta zo'r orzu. Har bitta qiz o'zini to'yda eng go'zal, eng betakror bo'lgan kelin libosida ko'rinishni xohlaydi. Zo'r telekanali va Zo'r telekanaldagi ayniqsa ayollar nomidan biz sizni qo'llab-quvvatlaymiz va nasib aylasa biz sizni orzungizni amalga oshiramiz. Ko'rib turganingizdek, biz yana Samarqandga yo'l olyapmiz. Ketdik. Toshkentdan Samarqandgacha rovno 400 kilometr. Hozir biz Mahliyoni uylariga surpriz qilib kiramiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Zo'r telekanali Orzuga ishon ko'rsatuvi. Bahora hali hamon Qorbobo borligiga ishonadigan qizlardan. Zo'r tasvir jurnalidagi kuponni to'ldirish fikri ham undan chiqqan. Kirsak bo'ladimi? Assalomu alaykum. Zo'r telekanali Orzuga ishon ko'rsatuvi. Qalaysiz? Sog'laringiz yaxshimi? To'ylaringiz muborak bo'lsin. Yaxshi, rahmat. Nimani orzu qildingiz? Chiroyli kelin ko'ylagi olishni. To'g'risi ishonmagandim. Aynan Toshkentdanmi yo Samarqanddan ham bo'laveradimi? Yo'q, menga farqi yo'q. Mahliyo, qanaqasiz? Yaxshimisiz? To'ylar harakati bilan charchamayapsizmi? Yo'q, charchashmagani yo'q. O'zi Sochi orqali tanishganmisizlar yoki o'zingizlar ko'chada uchrashibmi? Chunki Sochi yordamida bo'ldi. Birinchi qaynonam kelishdi uyga. Bo'lajak qaynonangiz keldilar. U bilan boshida yo'q deyishdi. 2-3 marta kelishdi. Keyin qizi bor, nozi bor o'tdi. Keyin dadam aytdilar, mayli, unda ko'rishadigan yoshlar deyishdi. Chunki dadamning oldilariga ham o'tishgan dedi, Burja qaynotam. Qanday uchrashgansizlar birinchi marta? Birinchi marta u kishi dars men institutga ketgandim. U bilan u kishi institutimizga kelgandilar. Shu tanishdik, ko'rishdik, u bilan u kishi aytdilar, keling bitta joyda o'tirib gaplashamiz. Yo'q, men uyga boraman, menga shunisi yetadi dedim. Yo'q, baribir borish kerak, o'tirish kerak dedi. Keyin shunda men bilan birgalikda kursdoshim ham bor dedi. Chiroyli qizmasmidi ishqilib? Yo'q. O'zi eng yaxshi dugonang, xunuk dugonang degan. Gap bor-da, xunukroq o'rtoq zavodingizmi ishqilib? Yo'q, u kishi bor-ku menga yanga bo'ladi-da, o'zim kursdoshim, tog'amda. Turmushga chiqqan. Tog'amda rafiqalari bo'ladi. Siz o'shanda? Keyin birgalikda chiqdik. Men o'sha kursdoshim, ya'ni yangam, keyin u kishi o'tirdik. Gaplashdik. O'sha paytda birinchi xato qilgan ishim choy uzatdim. Chap qo'lda birdan uzatib yuborganman. Keyin aytdi u kishi, bu narsani menga qildingiz, uydagilarimga qilmang degandilar. Birinchi kunlarda gap eshitdingiz-da? Chunki men to'g'ri qo'yib berganimga rahmat deydingizmi? Yo'q, keyin bu yoqdan kursdoshim to'g'rilab ketdilar. Bu kishi chapaqayda, shuning uchun birdan chapda ketdi dedi-da. Keyin shu o'zi chapaqaymisiz? Ha, men chapaqayman. Unda kechirimli. U kishi o'sha paytda aytdilar, javobini ayting dedi. Menga vaqt bering dedi. Men birdan aytmayman dedi. O'ylab ko'rishim kerak. Tushlarni ta'birga qarayman dedingiz. Shu bilan vaqt oldim, bir hafta muhlat, keyin esa bir haftadan keyin javobimni aytdim. Nima dedingiz? Uydagilar bilishadi dedi. O'zi demak odatda uydagilar bilishadi degani bu men roziman, qolgan gap uydagilarga. Ota-onalarda qoldi degani, to'g'rimi? Men o'zimga shaxsan qiziq. Samarqandda rad javobini qanday berishadi? O'qishni davom ettirishim kerak. Yaxshi. Yoki karyera qilaman yoki o'qishni davom ettirib, eng yaxshi bahonalardan bittasi. Juda ham iboli xayoli ekansiz. Mana bugun teletomoshabinlarimiz bunga guvoh bo'lib turishibdi. O'zingiz yoqtirgan libos menimcha bu sizniki bo'lishi kerak.
lekin uning uchun albatta unga loyiq bo'lish kerak, to'g'rimi? Albatta. Loyiq bo'lishimiz uchun biz bellashimiz kerak. Nima bo'yicha bellashamiz? Bilmadim. Nega bilmaysiz, o'ylab ko'ring. Keling, yaxshisi sipirish bo'yicha bellashamiz. Juda ham sipirishni qo'llataman demayman-ku, lekin changitish bo'yicha menga yetadigani yo'q. Demak, hurmatli teletomoshabinlar, Samarqandning eng go'zal va ibo hayoli qizlari nomidan Mahliyoxon hamda Toshkentni kech turadigan qizlari nomidan men Dildora bugun bellashamiz. Bellashuvimiz qay darajada bo'ladi va kim g'olib bo'ladi va oxir-oqibat kim kelin ko'ylagini kiyadi? Buni bir necha soniyalardan keyin bilib olasiz. Demak, biz kerakli bo'lgan anjomlar, vositalar barchasini tayyorlab qo'ydik va hozir bahsimiz yanada adolatli bo'lishi uchun biz bo'lajak turmush o'rtog'ingiz Firdavsni ammalarini chaqirganmiz. Marhamat, Dilfuza opa. Hozir mana qo'lingizda nima? Ko'rsating. Aha. Musobaqamiz haqqoniy bo'lishi uchun o'lchanishdan foydalanamiz. Men singlimning chaqqonligiga ishonaman va unga omad tilab qolaman. Mani-chi? Xo'sh, Dilfuza opa, qayerdan boshlab sipirishni boshlaymiz? Demak, mani markaz qilib o'lchab oldik, shu yondan. Darvozaga qarab. Darvozaga qarab sizga beramiz, bu tarafga qarab Mahliyoxonga beramiz va oxirida natijani o'lchab e'lon qilamiz. Qancha vaqt berasiz? 4-5 daqiqa yetadi. 5 daqiqa. 5 daqiqa. Demak, hurmatli tomoshabinlar, yilning eng qiziqarli janglaridan biri, vaqt esa ketdi. Boshladik. Ana endi vaqtni yarmi o'tdi. Marhamat qilib supurgalarni almashtiramiz. Demak, az musobaqamiz tugashiga 1,5 minut qoldi. Biz kelishib olgan 5 daqiqa tugadi. Game over. Demak, aziz teletomoshabinlar, hozir hayajonli daqiqalar. Yilning eng jiddiy, eng adolatli hay'at a'zosi o'zining haqqoniy bo'lgan qarorlarini aytadi. Kim qancha sipirdi va kim g'olib? Mana endi har birimiz kutib turgan hayajonli daqiqalar. Mahliyoxon 7,5 metr sipirdilar va Toshkentdan kelgan mehmonimiz 7 metr sipirdilar. Hech qisi yo'q. Men Mahliyoxonni hayo-ibo bilan har tomonlama yetuk bo'lib sipirganligi uchun, qoidalarga amal qilgani uchun tabriklayman. Xush kelibsizlar, kelinglar. Marhamat, rahmat. Kelibsizlar yana bir bor salonimizga. Rahmat. To'ylar muborak bo'lsin. Mana kelinimizni onaxonlari, bo'lajak qaynanajonlari shu yerda o'tirishibdi. Sizni tasavvuringizda qanaqa? Kelin qo'yningni tasavvurlaringizni bizga ifodalab bersangiz, biz ham shunga qarab eng zo'r qo'yninglarimizni ko'rsatishga harakat qilamiz. Chiroyli kelin ko'ylak kiyishni xohlayman. Shuningdek, uncha ochiq bo'lmagan, bezaklari me'yorda bo'lgan ko'ylakni kiyishni xohlayman. Har bir o'zbek qizlarimiz shu talabni qo'yishadi. Bo'lajak qaynanalar, onajonlar shu narsani biz ko'pincha hisobga olamiz. Mana meni yonimda hozir Milliy gvardiya o'tiribdi desam mubolag'a bo'lmaydi va hozir Bulshod opamiz, ya'ni kelin bolamizni bo'lg'usi qaynonalardan so'raymiz. Kelin ko'ynaklariga hozirgi zamonda qanday talab qo'yiladi? Zamonaviylikdan kelib chiqqan holda, ammo o'zbek mentalitetiga xos ravishda ko'ylak kiyishlarini xohlar edim. Demak, mentalitetimizga xos va undan chiqib ketmagan holatda. Yopiq, pожалуйста, yopiq bo'lsin yoki unchalik yopiq bo'lmasin, ammo o'zlariga yarashgan holda, chunki insonga mana shu kelinchak bo'lish bir marta beriladi va har qizga ham bu narsa nasib qilmaydi. Mana shu o'zi xohlagan ko'ylagini kiyib baxtli bolam bilan baxtli taxtli yashasa degan orzu niyatim bor. Xo'p, ana endi Muqaddas opam nima deydilar? Qanaqa ko'ylak tanlaganimiz yaxshi?
Birinchi navbatda albatta men bu kishini maslahatlariga qo'shilaman, lekin Feruza opadan shuni iltimos qilmoqchi edimki, sizlarni mana bu kelin salonlaringizni bizlar Samarqandda ham ta'rifini eshitgan holatda mana shu yerga tashrif buyuryapmiz. O'ylaymanki, o'sha kuni qizimni nikoh to'yi kuni qandaydir bir o'zgacha malikalar qiyofasiga keltirasiz degan umiddaman. Rahmat opajon, maqtovlaringiz uchun katta tashakkur. Albatta, sizni qizingizni malikalardek go'zal qilishga va'da beramiz. Salonimizda minglab liboslar bor, har xil dipdagi liboslarni topa olasiz. Sizlarga har xil variantdagi liboslarni kiydirib ko'ramiz va eng chiroylisini tanlab beramiz. Demak, ishga kirishamizmi? Albatta, Mahliyoxon, hozir mohir qizlarimiz sizga libos kiyishda yordam berishadi. Nima deydi? Bo'lmasdi-yu, ko'ylaklarni o'zimiz sotib olib, pokoleniya bitta kelin emas, ikkita kelin kiygan bizni davrimizda bu ko'ylaklarni, fotolarni. Ammo lekin shu oq ko'ylak necha yildan buyon mana shu oq ko'ylaklar faqat hozir juda ham chiroyli bo'lib, mana bezaklar berilib, kelinlarimiz juda ham go'zal bo'lib chiqishyapti. Mana onam aytadilar, soch turmaklarini to'y kunlari o'zlari qilgan ekanlar. To'yda to'y bezagini o'sha kenayimiz qilib to'yga chiqaverganmiz. Hozir Chiroyli bo'lgan baribir. xo'jayinim shuni olmagan. Sizlarda qanaqa bo'lgan to'y libosi? Onamni olib kelib bergan oq ko'ylagini kiyib o'zim to'yga chiqqanman. Ha, kiyib ham ko'rmagansiz. Kiyib ham ko'rmaganman, hech qanaqa nimasiz. Shu onam olib kelib bergan ko'ylakni kiyib, o'sha ko'ylak bilan o'zim to'yimga chiqqanman. Yoqqanmi libos? Albatta yoqqan. Yarashgan. Yarashgan. Hamma ta'rif keltirgan edi. Kelin ko'ylakni kiyganimdan keyin shu yonimdagi dugonalarim sochlarimni to'g'rilab, turmaklab, makiyajlarni qilib qo'yishgan. Hozir Feruza opamiz tayyorlik belgisini beryaptilar va biz navbatdagi libosni ko'ramiz. Bunaqa liboslarni ko'pincha romantik, yosh gulchalari bir alohida romantik qizlarga yarashadi. Ko'ylak juda ham yoqdi. Men kiyib ko'rgan barcha ko'ylaklar bir-biridan chiroyli. To'g'risi to'yim kuni hammasini kiygim kelyapti, chiroyliligidan. Bu libos